Salom qizlar, men Asal Shodiyeva va bugun sizlarga o'zim ishlatadigan yuz parvarish mahsulotlarini tanishtirib o'taman. Demak, qizlar, vaqtingiz kam, ishingiz ko'p, lekin har kuni o'zimizga yuz parvarishimizga atigi 5 daqiqa ajratishimiz kerak. Birinchi bosqich bu yuz tozalash. Yuzimizni yaxshilab tozalab olishimiz kerak. Makiyaj qildingizmi bugun, qilmadingizmi, SPF surdinglarmi, baribir yuzimiz kechasi va ertalab tozalanishi kerak. Menga juda ham yoqadi penka ko'rinishida yuz tozalaydigan vositalar. Mana modelining ichida niacinamid и aminokislotalari bor. Bu degani yuzimizni har kuni mayin, ter yuzimizga zarar yetkazmay tozalaydi degani. Demak, bu gel ko'rinishida. Bu mahsulot menga qiyin vaziyatlarda yordam beradi. Ko'p makiyaj qilganimda hamda buni ichida sink va vitamin E si bor. Bu degani yuvganingizdan keyin yuzinglar tortilib qolmaydi, teringlar. Shunaqa effekti bo'lmaydi. Yuzimda makiyajim bo'lmagani uchun men hozir penka ishlataman. Va asosiysi qizlar, yuzinglarni tozalayotganingizda tez tozalab yuvib tashamanglar. Kamida 30 soniya shunaqa ishqalanglar. Qoching. Yuzimni yaxshilab ishqalayapman. Tez surib, tez yuvib tashlaganim yo'q. Chunki har bir mahsulot ishlashiga vaqt kerak. Mana shu tez zonalarimizni yaxshilab ishqalaymiz. Yuvib bo'lganingizdan keyin sochiqqa artmanglar, chunki sochiqda ko'p bakteriyalar qoladi. Shunaqa одноразовый salfetkalar bor. Pijama kirib bo'lgan. Xol bo'ldi. Mana shunaqa salfetkaga yaxshilab artinglar. Mana bunaqa ishqalamanglar. Shunchaki suvini shim olsin. Ikkinchi bosqich bu toner. Tonerni men o'zim juda ham yaxshi ko'raman, chunki bu keyingi etapga, keyingi bosqichga yuzimizni yaxshilab tayyorlab beradi. Hozir surganimdan keyin o'zingizlar ko'rasizlar, yuzim ancha yaltirab qolgan bo'ladi. Sizlarga dugonali maslahatim, mana shunaqa qilmanglar. Hamma narsasi shu paxtaning ichida qolib ketadi. Va ayamanglar, bunaqa bitta qilib surmanglar, bu mahsulot yetmaydi yuzingizga. Ko'p qilib o'zingizda ayamasdan qilib suringlar. Va singishini kutamiz. Qizlar, yuzim yaltirayapti. Bu toner. Olqishlab qo'yardim tonerni. Chapelachalab. Demak, tonerdan keyin bizda 3-bosqich serum. Yuzimizni eng muhim bosqichga keldik. Meni qo'limda ikkitasi turibdi. Serum o'zi yuzimizga nima uchun kerak? Bu chuqur namlantiradi va yuzimizda bo'lgan muammolarni bartaraf etish uchun ishlatadigan narsa. Men ko'proq oqini ishlataman. Tarkibida pantenol bor. Qizlar, pantenolni yaxshi bilsanglar kerak. Farzandlarimiz ham kuyib qolsa yoki o'zimiz kuyib qolsak, albatta birinchi bo'lib pantenol suramiz. Bu terimizni tiklashiga, tinchlantirishiga yordam beradigan mahsulot. Qizilining ichida retinol bor. Retinol men juda ham yaxshi ko'raman, faqat qish paytida ko'proq ishlataman. Quyoshdan tushgan dog'lar va sepkillarni sekin asta yo'qotib beradi. Buni har kuni 2-3 oy davomida ishlatib yursanglar, o'zingizlarga seziladi, mayda ajinlaringlar ketganini ko'rasizlar. Qizlar, bu mist menga juda ham yoqadi. Makiyaj qiladigan qizlar uchun makiyajdan oldin sepib olsanglar, makiyajinglar kun mobaynida yaltirab turadi va toninglar idealni yotadi. Demak, makiyajdan oldin sepib olish kerak va kun mobaynida makiyajingizni yangilab turish uchun ustidan yana sepib olsanglar, mana shunaqa qilib makiyajinglar yanada yengillanadi, yanada yuzinglar yaltirashni boshlaydi. Mistni kun mobaynida kamida 10 marta sepishim mumkin, chunki har gal yuzimni namlanishini xohlasam, darrov sepib olaman. Ayniqsa yoz kunlarida terimiz juda ham tez qurishni boshlaydi va o'sha payt mist menga eng yaxshi yordamchi. Modeli brendida 3 xil kremlar bor. Har bittasini hozir tushuntirib beraman. Bular har bittasi har xil narsa. Qizlar, bu krem menga juda ham yoqadi. Lifting kollagen kremi. Mana ko'rsanglar. Bu krem oxirgi bosqichimiz. Barcha surgan narsalarimizni va namlantirganlarimizni yuzda uzoq vaqt ushlab turish uchun suriladigan krem. Shu kremni har doim ko'rsam, kayfiyatim ko'tariladi. Yuzga ham surilganda shunaqa ajoyib suriladi. Bu krem
kremning ichida kollagen bor. Kollagen hech qachon kam bo'lmaydi. Uni ichish ham kerak. Kosmetologlarga borganda har xil protseduralar ham qilish kerak va albatta yuzga surish kerak. Mana bu kremni esa namlantiradigan krem. Buni men ba'zan o'rniga suraman yozda va menga yoqadi. Kun mobaynida yuzimni namlantirilgan holda ushlab turadigan krem. Bu kechki krem. Kun mobaynida krem surib yurgan insonlar yuvingandan keyin yuzim dam olsin deb surmay yotishadi, lekin bu xato. Kechki payt ham yuzimiz parvarish talab qiladi. Shunga surib yotinglar va ertasi kuni chiroyli ko'rinishda uyg'oninglar. Bu Super SPF Yevropada tan olingan 5 ta eng kuchli himoya vositasi bor ichida. Bu aqlli SPF deyshadi. Bunaqa SPFlarni men yuzimga shuni mana ko'p olaman va yuz terimga, bo'ynalarimga har kuni quyoshga chiqamanmi, chiqmaymanmi, boshimda kepka bormi yoki mashinada o'tiramanmi, har doim SPF suraman. Chunki bizning yurtimizda quyosh juda ham kuchli va har kun quyoshdan himoyalanish kerak. SPF bo'lishiga qaramasdan terimizni namlantiradi, terimizga uhud qiladi. Ichida niasinamidlari ham bor. Va qizlar qo'rqmanglar, yuzimizni boshqa SPFlarga o'xshab oqartirib qo'ymaydi. Hattoki yuz terimizga rangi ham birpas o'tib moslashib ketadi. Va surganinglarda hech qachon bo'yin qismini unutmanglar. SPF nima uchun shunchalik zarur narsa? Kichik ajinlar paydo bo'lishi, yuzimizda har xil kerak emas dog'lar paydo bo'lishi bu himoya kamligidan. SPF har kun surilsa, himoya kuchayadi va yuzingizni qarishi sekinlashadi. Shuning uchun har kuni SPF nafaqat o'zingizga, balki turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga, qo'llaringizga, quyosh nuri topadigan joylarga albatta surib yurish shart. Qizlar savol berishyapti, shu hamma produktlarning ichidan bitta olib qoladigan narsangiz nima desa, men albatta SPF deb javob beraman. Aynan shu SPF ichida sizlarga deyarli hamma kerakli narsalar bor. Himoya, namlantirish, yuz terimizni chiroyli rangda ko'rsatish va ko'plab kerakli komponentlar. Uyingizda turgan barcha kremlarni muddatiga qarang, srok godnosti agar o'tib ketgan bo'lsa, yangi narsa bo'lmasa iltimos yuzingizga ishlatmanglar. Har doim yuzingizga qimmat, sifatli va yangi narsa ishlatinglar. Eski kremlaringlarni tashlab yuboringlar. Ular ishlamaydi, ular sizlarga hech qanaqa yordam bermaydi va yuzingizga qaytadan zarar berishi ham mumkin. Qizlar, yuzimizga e'tibor berganimizda bo'yin bilan qo'l esdan chiqib ketmasin. Chunki yuzimizdan keyin odamning ko'ziga birinchi tashlanadigan narsa bu bizning qo'llarimiz. Qo'llar ham afsuski qariydi. Qo'llarimizni har doim namlantirib turishimiz kerak, SPF ham surishimiz kerak. Bu kremni men kechasi uxlashdan oldin surib yotishni yaxshi ko'raman, chunki bu kremni juda ham yoqimli hidi bor, olcha hidi keladi va farzandlarimni uxlatayotganimda farzandlarim albatta shu narsani menga aytib o'tishadi. Oyijon, namuncha sizdan shirin hid kelyapti deyishadi. Ты здесь? Идем. Хочешь, я тебе крем сделаю? Ushbu kremni kechasi surib yuraman va kunduzi kuni ham surib yursanglar, oldingizda turgan odamlarga albatta bu kremni hidi yetib boradi va ular sizlarga bu haqida albatta aytishadi. Qizlar, yuz parvarishi bu albatta yaxshi, lekin eng muhim narsa bu sizlarning sog'lig'inglar. Har kuni men kechasi magniy ichaman va o'zimni stresslardan asrayman va sizlarga ham shu narsani maslahat beraman. Har doim o'zingizlar haqingizda unutmanglar. Nafaqat tashqi ko'rinish, balki ichki holatingizga ham e'tibor berib yashasanglar, shunda yuzingizga ajinlar kamroq tushadi. Mama, ты красивая. Спасибо, ты тоже. Мне нравится, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Va labimizni ham namlantirish esimizdan chiqmasin. Keyin yaxshi ko'radigan narsam, kechasi uxlamagan bo'lsam, ko'zlarim charchagan bo'lsa, telefondan ertasi kuni men shunaqa patchilarni qo'yib olaman. 15 daqiqaga ko'zimizni charchovlarini oladi va ko'zimiz atrofida ajinlarimizni yo'q qilib qo'ymaydi-yu, lekin yoyishga yordam beradi va patchilardan keyin konsiler surganingizda shu yerlarda yig'ilib qolmaydi.
Koreyada juda ham mashhur bo'lgan shunaqa apparatni oldim. Bu apparat o'zi barcha uxotlarimizni terimizga yaxshiroq singishi uchun yordam beradigan narsa. Unaqa katta funksiyalari yo'q, shunchaki yordam. Lekin shu narsani oldim va ishlataman. O'ylaymanki, yordam beradi. Yana meni kichik life hackim bu yuzga patchlar mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Noto'g'ri ovqatlanganimizda yoki ayniqsa men ertalab bog'lidan turib kofe ichganimdan keyin yuzimda kichkina narsalar paydo bo'ladi va shu narsalarni syomkadan oldin yuzimni tekis qilib tayyorlab olish uchun shunaqa patchlar ishlataman. Mana shunaqa kichkina bo'ladi. Yuzinglarni yuvib olganingizdan keyin qizarib qolgan joylarga yopishtirasizlar va keyin uxodinglarni qilasizlar. Ertasi kuni ham yopishtirib ustidan makiyaj qilsanglar bo'ladi, bilinmaydi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, lekin bu so'z qizlar bu barcha ishlatgan mahsulotlarim Modeli brendidan edi, Buyuk Britaniya mahsuloti. Har bir 5 daqiqa o'zimizga ajratilgan vaqt bu jinoyat emas. Тебе папа позвонит. Сейчас позвоню. Har kun o'zimizga ajratilgan 5 daqiqa vaqt bu jinoyat emas, bu o'zimizga bo'lgan kichik e'tibordir. Qizlar, barchalarni chiroyli bo'lishinglarni xohlayman. Har kuni o'zingizlarga 5 daqiqa ayamanglar va sog'lig'inglarni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan men Asal Shodiyeva.